Hacker 217 ta bankni buzib kirib, 4 milliard dollarni Afrika va Falastindagi xayriya jamg'armalariga yuborgan. Zamonaviy Robin Hood Hamza Bendelach kambag'al bolalarni unutmagan inson sifatida tanilgan. Uni butun dunyo bo'ylab bank hisob raqamlaridan pul o'g'irlash va hukumat saytlariga hakkerlik hujumlari uyushtirishda ayblashdi. Interpol uni dunyodagi eng ko'p qidirilayotgan hakkerlar ro'yxatiga kiritdi. Shuningdek, u Yevropa ittifoqining bir nechta davlatlari tashqi ishlar vazirliklarini buzib kirgan va jazoirliklarga noqonuniy ravishda viza olishda yordam bergan. U Isroil hukumati saytiga ham kirib, Falastin uchun muhim va maxfiy materiallarni qo'lga kiritgan. Dastlab unga 30 yil qamoq va 14 million dollar miqdorida jarima jazosi tayinlanishi kutilgan edi. Keyin esa unga nisbatan o'lim jazosi ham qo'llanishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. AQSh va Isroil kabi davlatlar bunday dahoni o'z tomoniga og'dirishni istashdi, ammo u rad javobini berdi. Hamzaning hibsga olinishi esa u tomonidan tabassum bilan kutib olindi. Amerikalik sud uni o'lim jazosiga hukm qildi, biroq keyinchalik uni 200 mingdan ortiq kishi imzolagan petitsiyadan so'ng afv etishdi. Hatto Roger Waters, Angela Davis va Richard Dawkins kabi mashhurlar ham uni qo'llab-quvvatlashdi.